Mana shunaqa turdagi videolar juda ham ko'payib ketdi. Sir emaski, Rossiyada juda ham ko'p xalqlar ishlaydi va u yerda o'z oilasini boqish uchun borishadi. Oxirgi paytda Hindistonlik migrantlar ham juda ham ko'p Rossiyaga borayotganligini eshityapmiz va ko'ryapmiz. Eng asosiysi ular erta oila qurib qolib ketayotganligini ham ko'ryapmiz. Avvallari esa o'zbek migrantlari ham juda ham ko'p Rossiyada ishlaganligini eshitganmiz u juda ham kamdan kamini u yerda oila qurib qolib ketganligini haqida ma'lumotlarimiz bor. Xo'p, nima uchun bilasizmi aka? Chunki o'zbeklar oilaparvar, vatanparvar bo'ladi. Hamma topgan pulini O'zbekistonga, vataniga, oilasiga sarf qilgan. Akalar, lekin hozirgi kunda mana bunaqa palmaga o'xshagan videolar ham juda ham ko'payib ketyapti. Akalar, bitta narsani esingizdan chiqarib qo'ymanglar. Biz bir dona bo'lsak ham, agarda chetda bo'ladigan bo'lsak, O'zbekistonni yuzi, O'zbekistonni vakili hisoblanamiz. Har bir qilayotgan ishimiz butun millat uchun baho berilishini esingizdan chiqarib qo'ymang aka.